Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzü haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşı alamiz. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulutkan haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımız bolsun. Hindistan Xitoyning shirin tushini barbod qildi. Valkochisi jurnalining 1-iyul bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy app detallarining Hindistonda cheklanishi Xitoyning shirin tushlarini barbod qilgan. Hindistonning necha o'nlagan Xitoyning app detallarini cheklash qarori Xitoyning dangliq texnik shirkatlarining xalqaro ishga oshirmoqchi bo'lgan shirin tushini barbod qilgan. Kishilarning nazarida Hindiston dunyodagi taraqqiy qilmagan eng chong raqamlik bozor bo'lib, Hindistonning Xitoy app detallarini cheklashi Xitoy shirkatlarining Hindiston bozoriga kirishiga to'salg'u bo'lgan. Ahvoldan xabardor hukumat amaldorlarining oshkorlashicha, Hindiston bir necha kun ichida 59 Xitoy app detallarini tushirishni cheklaydi ekan, hamda hozirgi Hindiston abonentlarining bu detallarni ishlatishini to'sadi ekan. Amaldorning bildirishicha, Hindiston Google va Almish shirkatidan Hindiston hukumatining yangi qaroriga quloq solib, bu Xitoyning app detallarini o'chirib o'tishni talab qilgan. Ular bu cheklash buyrug'ini ijro qilish uchun harakat qo'llanmoqda ekan. İsmini oshkorlashni xohlamagan amaldorlar yana aloqador tarmoqlarning to'r mulozimati bilan ta'minlovchilar bilan hamkorlashib, Xitoyga munosabatlik qo'llanishchan app detal va programmalarni ishlatuvchilarning davomli ishlatishining oldini oladiganligini aytgan. Xitoy Amerikadan o'ch olishni qaror qildi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Amerikaning Xitoyda turishliq 4 taratquv organi xodimlarining soni hamda mol-mulki haqidagi tafsilotlarni bir hafta ichida dokument qilishni buyurgan. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi axborot urushi davomli keskinlashmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian chorshanba kuni Amerika Birlashma Agentligi xalqaro CBS va NPRdan iborat 4 axborot organining 7 kun ichida organlarning Xitoydagi xodimlari va mol-mulki to'g'risidagi uchurlarni dokument qilishi kerakligini e'lon qilgan. Bu harakat Amerikaning ilgariki 4 Xitoy rasmiy axborotini chet el davlat vakolatxonasi qatoriga kirgizganligidan o'ch olishgan. Yer shari vaqt gazetining bosh muharriri Xu Shijin ilgari Twitterda Xitoyning axborot organlariga qarshi taqobil turish tadbirlarini e'lon qilganligini bildirgan edi. U inglizcha Twitter sahifasida Xitoy Amerika munosabatining nacharlashishining ikki taraf taratqullarining xizmatiga ta'sir ko'rsatganligidan pushaymon qilganligini, shundaqla Amerikani Xitoy taratqullariga qo'ygan cheklamani davomli kuchaytirmaslikka chaqirgan edi. 6-oyning 22 kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi Xalq gazeti, Yer shari vaqt gazeti va Xitoy xabar mulozimatini chet el davlat vakolatxonasi tizimligiga kirgizgan edi. Ma'lum bo'lishicha, chet el davlat vakolatxonasi tizimligi Amerika Adliya ministrligi tomonidan chiqarilgan chet el vakolatchisi tizimligidan farqli ekan. Chet el vakolatxonasi Amerika tashqi ishlar ministrligi tomonidan chiqarilgan chet el vakolatchisi haqidagi qaror boshqa bir davlat hukumatiga bevosita tava va uning boshqarishi ostida bo'lgan muassasalarga qaratildi ekan. Bundaq tizimlikka elingan o'rinlar xuddi elchixona va konsulxonalarga o'xshashla o'z organining faoliyatlari, mol-mulki va bu organlarga ishlaydiganlarning uchuri qatorliqlar haqida ma'lumotlarni Amerika tashqi ishlar ministrligiga ma'lumot qilib turishi kerak ekan. Mike Pompeo Xitoyning Sharqi Turkistondagi harakatlarini qandoq atash masalasida baholash elib berayotganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan siyosatlarini qandoq atash masalasida baholash elib berayotganligini bildirdi. U bu so'zlarni Xitoyning Uyg'ur nüfusini kontrol qilish uchun Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligi haqida dokument bayonlar borligi va uning buningga qanday qaraydiganligi to'g'risida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining direktori Alim Sitovning so'ragan savoliga javob berganda qildi. U so'zida biz Xitoyning harakatlariga qanday qaraydiganligimizni va uni nima deb ataydiganligimizni baholab bekitib chiqamiz. Biz Uyg'ur kishilik huquqiy qonunining ma'qullanishida davlat majlisi bilan yaqindan hamkorlashdik. Bu qonun hammalarning birdek ma'qulligidan o'tdi. Prezident uningga imzo qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquqini qo'g'dash mas'uliyatiga va Xitoydagi kishilik huquqqa astoydil muomala qiladi. Biz shunday qilishni davomlashtiramiz. Biz Xitoyning u harakatlarini dunyodagi qonuniy mezon va o'lchamlar bo'yicha izchil baholaymiz. U bayonotida yana munolarni o'ttirg'a qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoydagi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan barliq xalqlarning kishilik huquqini qo'g'dashda dunyodagi har qanday davlatga qaraganda eng kuchli tadbirlarni oldi va shunday qilishni izchil davomlashtirdi.
U yana Amerikaning Yevropa va Osiyodagi ittifoqdoshlari va islom allarini Uyg'urlar navbatda yo'liqayotgan bu vaziyatga jiddiy qarab, bu insonlarning kishilik huquqini qo'g'dash fursatini qo'ldan berib qo'ymasligini umid qilganligini bildirdi. 29-iyun Xitoyga qarshi parlament a'zolari birligi e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning Uyg'ur nüfusini cheklash uchun ayollarni tug'mas qilish, majburiy bola tushirish, ko'payish nisbatini tövallatish qatorliq choralarni qo'llanganligini ko'rsatgan. Ular bayonotida bularning insoniyatga qarshi jinoyat yoki irqiy qirg'inchilik jinoyati shakllantiradigan yoki shakllantirmaydiganligi ustida tekshirish elib boradiganligini bildirgan. Shundan keyin bu doklad xalqaro axborotlarning diqqat nuqtasiga aylangan. Ba'zi xabarlarda mutaxassislarning e'tiqodlaridan naql elib, Xitoyning Sharq Turkistonda nüfus qirg'inchiligi yoki irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligi tilga aylangan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu munosabat bilan e'lon qilgan Twitter bayonotida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va dunyo jamoatchiligini Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi bu zo'ravonliklarni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirgan edi. Qatnash nazoratining 2-darajali kuzatuvchisi Ilhom Ablat xizmatdan haydaldi. Tangritog to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmish Shinjong Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish reviziya komiteti atalmish Shinjong Uyg'ur Abnum rayonlik qatnash transport nazoratining 2-darajali kuzatuvchisi Ilhom Ablat intizomga ig'ir darajalik xiloflik qilish bahonasi bilan partiyadan chiqarilib xizmatdan haydalgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Ilhom Ablat partiyaga sodiq emas, tashkiliy tekshirishga qarshi dalil isbotlarni yushirish, Xitoy markazining 8 ruhiga xiloflik qilish, belgilamaga xiloflik qilib sovg'at qabul qilish qatorliq bahonalar bilan delo turg'izib tekshirilgan. Atalmish Abdunum rayonlik intizom tekshirish komiteti doimiy komitet yig'inida tasdiqlanish orqali Ilhom Ablatga partiyadan qo'g'lash jazosi berish, atalmish Abdunum rayonlik reviziya komiteti uningga xizmatdan haydash jazosi berish, barliq mol-mulkini musodara qilishni qaror qilgan hamda uning jinoyatga chetishlik masalalarini taftish organlarining ayblashiga o'tkazib berishni qaror qilgan. Ilhom Ablat 1961-yili 8-oyda Sharq Turkistonning Otishda tug'ilgan. 1994-yili Xitoy Kommunist partiyasiga kirgan. Majburiy emgak orqali yasalgan mahsulotlarni import qilish Amerika Federatsiya qonuniga xilof. Axios xabar to'rining 1-iyul bergan xabariga asoslanganda Amerikadagi dangliq Cat shirkatining Xitoydagi kiyim-kechak ishlab chiqarish bazasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Xitoyning atalmish Shinjongga yordam nomidagi shirkatlarga o'rinlashtirilgan majburiy emgakning mahsuli ekanligi isbotlangan. Xabarda ko'rsatilishicha, atalmish Shinjongga yordam programmasi Xitoy rejimining Uyg'urlarni nishon qilgan emgak kuchlarini yo'tkash plani ekan. Xalqarodagi kuzatuvchilar bilan kishilik huquq organlari Xitoy rejimining bu xil Uyg'urlarni nishonli holda majburiy yo'tkishini majburiy assimilyatsiya deb ayblamoqda. Xabarda yana Xitoyda majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozorlariga kirishini cheklash kerakligi, chunki bundaq mahsulotlarni import qilish Amerika Federatsiya qonuniga xilof ekanligi alohida eskartilgan. Amerika Hong Kongga qaratgan barliq imtiyozlarni bekor qildi. 29-iyun Xitoy Kompartiyasi Hong Kong haqida davlat xavfsizligi qonunini ma'qullagandan keyin Amerika o'zining Hong Kongga qaratgan alohida siyosatini to'xtatganligini jakarladi. Moliya vaqti gazetining 1-iyul bergan xabariga asoslanganda Amerika bundan keyin Hong Kongga qurol-yarog' eksport qilishni mo'chaklaydi ekan. Xabarga qaraganda Amerika qurol-yaroqdan boshqa yana sazgur texnikalarni Hong Kongga eksport qilishni cheklaydi ekan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Hong Kong haqidagi bayonotida Beijingning Hong Kong haqidagi qarorlarini yo'l qo'ygandan keyin Amerika hukumatining Hong Kongga qaratgan alohida imtiyozlarini bekor qilganligi, Hong Kongga eksport qilinadigan buyumlarning Xitoyning boshqa rayonlaridan farqlantirilmaydiganligini bildirgan. Xabarga asoslanganda Amerikaning bir amaldori Hong Kongda ishlab chiqarilgan kamera, elektronlik bir taraf qilg'ich va mikro elektronlik bir taraf qilg'ich qatorliq uskunlarni setib olishning oldini oladiganligini aytgan. U Xitoyning musulmon Uyg'urlarni bostirishini nazardan saqit qilmasligimiz, Xitoyning o'z fuqarolariga qanday muomala qilayotganligini dunyoga bildirishimiz kerak degan. Amerika Lob nahiyasida ishlab chiqarilgan 13 tonna choch mahsulotini Amerika chegarasida tutib qoldi. Axios xabar to'rining 1-iyul bergan xabariga qaraganda Amerika tamojna va chegara qo'g'dash xodimlari Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan yasalgan deb gumon qilingan $800,000 qimmatidagi 13 tonnaga yaqin choch mahsulotlarini chegarada tutib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, 6-oyning 17-kuni Sharq Turkistonning janubidagi Lob nahiyasida qurilgan Meishin choch mahsulotlari cheklik shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarning Amerika chegarasidan kirishini cheklash buyrug'i tushirgan ekan.
Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi Savdo ishxonasining ijroiya yordamchi komissari Berinda Semes bu haqda bayonot e'lon qilib, bu xil mahsulotlarning ishlab chiqarilishi Xitoyning mazkur rayonda kishilik huquqni og'ir dafsanda qilayotganligini ko'rsatdi. Meishin shirkati mahsulotlarining tutib qilinishi Amerikaning ta'minlash zanjirida qonunsiz va insonlarning qadr-qimmati dafsanda qilinish orqali ishlab chiqarilgan mallarga o'rin yo'q ekanligi haqida berilgan ochiq ogohlantirishdir deganlarni bildirdi. Xabarga asoslanganda Amerika Davlat xavfsizligi komitetining bayonotchisi John Ullion agar bu 13 tonna choch mahsuloti rostilla 1 milliondan ortiq Uyg'ur tutqun qamalgan jazo lagerlariga munosabatli bo'lib qolsa, bu Xitoy kompartiyasining rayondagi bostirish siyosatining chekdan oshganligini ko'rsatadiganligini bildirgan. U so'zda yana Xitoyning bu masalada dunyo jamoatchiligiga javob berishi kerakligini ta'kidlagan. Yana bir tarafdan Xitoyning Washingtondagi elchixonasi bu to'g'riliq so'ralgan savollarga hech qanday inkos bildirmagan. Indoneziya Islomiy yordam tashkiloti Uyg'urlarga yordam qildi. 1-iyul Indoneziyaning Islomiy yordam tashkiloti AKT jamiyatining Istanbuldagi sho'basi Zaytinburnu va Safaköy rayonida o'ltirishliq Uyg'ur oilalarga yordam qo'lini sunib, naqd pul va turmush lozimatliklarini tarqatib berdi. Mazkur tashkilotning sho'ba a'zolari Nuzugum jamiyatidan yordam elayotgan bolalarning oilasi va ehtiyojli oilalardan tarkib topgan jami 175 oilaga naqd pul va ehtiyojli buyumlarni tarqatib berdi. Yordam buyumlari Safaköy hamda Zaytinburnuda o'ltirishliq oilalargacha yetkazib berildi. Uyg'urlarning torda Turkiya haqida ma'lumotga erishishining cheklanishi g'ulg'uli qo'zg'amoqda. Xitoy rejimining Uyg'urlar bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatga intayin sazgur muomala qilayotganligi kuzatuvchilar tomonidan doim ta'kidlanib kelmoqda. Uyg'urlarning eng chong izlash motori Izda tor bekitida Turkiya, Turk, hatto turkcha qatorliq so'zlar bilan munosabatlik mazmunlarni izlash cheklangan. Izlash motoriga Turkiya deb besilganida Torbat tarafidan davlatning bexatarligiga buzg'unchilik qiladigan, davlat maxfiyatligini oshkorlaydigan, kollektiv va ommaning qonunliq huquq manfaatiga daxli taruz qiladigan uchur mazmunlarning izda to'rida izlashga qat'iy ruxsat qilinmaydiganligi to'g'risida eskartish chiqadi ekan. Eskartishda yana asosiy qonun, jinoiy ishlar qonuni ma'muriy qonunga xilof hukumat va sotsialistik tuzumga qarshi va davlatni parchalaydigan, davlat birligiga buzg'unchilik qiladigan, milliy o'chmanlik, milliy kamsitish va millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qiladigan, haqiqatni burmalab, ig'vogarchilik qilib, jamiyatni qalaymi-qallashtiradigan mazmunlarning cheklanadiganligi qo'shimcha qilingan. Ammo turkcha, turk va Turkiya qatorliq so'zlarning yuqorqi sabablarning qaysisiga tava qilinganligi uchun izdilishining cheklanganligi aniq emas. Axborot e'lon qilish yig'ini va rasm ko'rgazmasiga chaqiriq. 2009 yili 5-iyul kuni Xitoy tajovuzchilari Urumchida cho'ng qirg'inchilik elib borgan bir kun. Xitoy kommunistlari yana 2017 yili apreldan buyon 5 milliondan ortiq Sharqi Turkiston xalqini jazo lagerida har turli qiyin qistoq ostida qirg'in qilmoqda. Shu munosabat bilan Xitoy tajovuzchilarining qirg'inchilik jinoyatini xalqaro qayta kun tartibga keltirish maqsadida axborot e'lon qilish yig'ini elib berilmoqchi. 2009 yili 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 11-yilligi munosabati bilan Sharq Turkistondagi echinishlik vaziyatni dunyo xalqiga xotirlatish maqsadida 2020 yili 5-iyul yakshanba kuni Istanbul Fatih Sarajxona maydonida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Axborot e'lon qilish yig'iniga ulab 3 kunlik Sharq Turkiston madaniyatini tonishtirish haftaligi rasm ko'rgazmasi ochildi. Da'voga ko'ngil bergan do'stlarimizning ziyoratda bo'lishini qizg'in qarshi olamiz. O'rni Istanbul Fatih Sarajxona maydoni. Axborot e'lon qilish yig'ini 7-oyning 5-kuni yakshanba atigan soat 10 da. Ko'rgazma 5-iyuldan boshlab 3 kun davom qiladi. Har kuni soat 9 da ochilib, soat 20 dan 45 da taqiladi. Hurmat bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Bugun Sharq Turkiston da'vosi eng yuqori pallaga chiqqan bir davrni yashamoqda. Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan tasvirligisiz vahshiylikdagi jinoyatlari kuchaygan siri chet ellardagi Sharq Turkiston davomizmi mos qadamda kuchaymoqda. Buning eng oxirgisi Amerikada rasmiy qonunga aylangan 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni bo'ldi. Shundaqla Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga bir Uyg'ur komissar qilib tayinlandi. Vaqa va mulohiza programmamizning 6-sonida Kamina Abdullah Yalqun Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti qandaq organ va Nuri Turkal komissarlik vazifasida Uyg'urlar uchun qanday xizmatlarni qila oladi. Amerikaning oxirgi bir yilda Xitoyga yurgizgan jazo va embargolari Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatdi?
Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Trumpning imzosi bilan rasmiy qonunga aylandi. Buning ma'nosi nima? Bu qonunning Yevropa va boshqa davlatlarga o'rnak bo'lish ehtimoli bormi? Bu qonun Xitoyni nima uchun bunchavala sarosimaga soldi? Sharq Turkiston xalqi to'liq mustaqillikqa qanchalik yaqinlashdi qatorliq savollarni so'rayman. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Nuri Turkal apandi, Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat apandilar javob berdi. Keng ko'rurmanlarimizni 3-iyul juma kuni İstanbul vaqti kech soat 10 da, Washington vaqti tushdan keyin soat 3 da Istiqlol ekranida kutamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.